Boshdan aytib qo'yaman, ko'ngli bo'shlar ko'rmasin. 2020-yil chiqqan Oqspark topib qo'ydim sizlarga bugun obzorimizda. Xudo xolasa, sog' joylarni bitta tanishtirib o'tib ketaman. Motor qismiga oldinda deb bo'lgan-u, lekin motor qismiga o'tmagan. Motorlarimiz chotki, kompyuterlarimiz chotki holatda turibdi. Xo'p, ikkita shopir tarafdagi eshigimiz butun turibdi. Xudo xolasa, obshipkalarigacha butun, hamma yog'i yaxshi. Sedinalari ham yaxshi holatda turibdi. Ozgina DTP hisobiga kirib bo'lgan. Akamiz juda katta tegizlikda bo'lganlar shekilli 130 da kelib, mashinani abadiy holatga kelgan bo'lsalar kerak, bilmayman, tablo 130 da qolib ketibdi. Keyin arqa sedinalariga to'xtalgan bo'lsak, arqalari ham juda yaxshi holatda, metanmi, propanmi bo'lgan, o'shani yechish jarayonida mana boltlar bo'shab ketibdi. O'shaning uchun qiyshiqroq turibdi, lekin holati yaxshi. Keyin Billa, bu nima edi? Axir bu zino-ku bu. boshida nimaga avariya bo'lganini sal xayol qilyapman. Gumonni yaxshi qila olamiz, yaxshi. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Sog' qolgan qismlarni yechib beramiz.